reklama emas. Agarda siz o'zingiz hamda yaqinlaringizni sog'ligiga befarq bo'lsangiz, albatta bu videoni o'tkazib yuborsangiz bo'ladi. Yillar davomida onajonim qiynalib, suvlab toshib qolaversa, kuryerlardan foydalanganlar katta asabiylashish oqibatida juda katta stresslar olganlar. Shu bois men hech qanday qarshiliklarga qaramasdan aynan Aura suvni tanladim. Sababiki bir kunda 200 litrga yaqin vodoprovodingizdan to'g'ridan-to'g'ri keladigan suvni tozalaveradi hamda aynan shu filtr sizni nafaqat suvni iste'mol qilishingizga qolaversa, taomlar tayyorlashingizga va taomlardan tashqari yuzlaringiz doimo tiniq bo'lishiga kafolat beradi. Ya'ni ayollik jozibadorligi, qolaversa ichki holatimiz, sog'ligimiz aynan toza suvni iste'mol qilishimiz bilan bog'liqdir. 20 yil davomida aynan O'zbekiston bozorida o'zini kafolatli o'rni bilan o'zini reytingini ushlab turgan Auraga katta rahmat aytib o'tmoqchiman. Sababiki mijozlar uchun barcha qulayliklar mavjud. Siz 20 oy davomida foizsiz ushbu kompaniyaga murojaat qilib, bosh to'lovini to'lab, bemalol qolgan qismini bo'lib ko'rishga imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va barcha hududlarimizda O'zbekiston Respublikasida Namangan, Andijon, Farg'ona, Buxoro, Samarqandlarda o'z filiallari mavjud. Obunachilarga kattagina yangilik bor va sovg'a bor. Agar siz meni nomimdan ushbu kompaniyaga murojaat qilib qo'ng'iroq qilsangiz va to'liq ma'lumotga erishib, ushbu toza sifatli suvni o'z